Assalamualaikum, hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısında görüşənləri qızğın qarşı alırıq. Hindistan Müslüman Hukukçular Teşkilatı'nın memleketlik reisi Şücaat Ali Qadir'nin Xitaylar tərəfindən ziyankeşlikке uçrayotqan, dünya tərəfindən unutulub ketken millet Uygurlar sərləvlik maqalası e'lon qilindi. Maqalada avtor mundaq deydi: Başqa ziyankeşlikке uçrayotqan milletlerge o'xshamaydigan yeri Uygurlar musulmonlar arasida nihoyatda az munozara temasiga aylanadi. Xitoy Kompartiyasining qo'lida eng nachar ziyankeşlikке uchrab kelayotgan Sharq Turkistonlik Uygurlar madaniyat va nüfus qirg'inchiligiga duch kelmoqda. Xitoyning doklad berishdagi embargosi tufaylidan ularning qiyinchiliklari sirtqi dunyodan yoshirin tutilmoqda. 12 milyondan ortiq musulmon Uyg'ur Sharq Turkistonda yashaydi. Ularning tili turk tillari sistemasiga tabe bo'lib, kultur va etnik jihatda O'rta Osiyo turklariga o'xshaydi. Ular qadimiy Ipak yo'li bo'yiga joylashganligi uchun ko'chish tarixi uzun. Uyg'urlarni asosiy gavda qilgan Sharq Turkistonning yer ko'lami taxminan 1 million 600 ming kvadrat kilometr. U tarim o'ymonligiga joylashgan. Xitoyning butun yer ko'lamining 6dan birini tashkil qiladi. Uningda mo'l neft va tabiiy gaz zapasi bor. 16-asrning oxirida Uyg'urlarning hammasi degidek islom dinini qabul qilib musulmon bo'ldi. Madaniyat va boshqa urf-odatlari, murosimlarmi islom bilan yo'g'rildi. 1933-yili mustaqil Sharq Turkiston ayni vaqtdagi ko'p sonli Uyg'urlar tomonidan qisqa vaqt ichida e'lon qilingan. Uzun o'tmay uning armiyasi millatchi Xitoylar tomonidan mag'lub qilingan. 1944-yili Sovet ittifoqining qo'llashi bilan ikkinchi Sharq Turkiston Jumhuriyati e'lon qilindi. Ammo 1949-yili ichki urushda Xitoyning yangi kommunist hukmronlari Sovet ittifoqining qo'llashi bilan Sharq Turkistonni egallab oldi. Beyjingning Sharq Turkistonga 206-yildan boshlab ko'zi tushgan bo'lib, shu chog'dan e'tiboran Xitoyning ayrilmas bir tarkibiy qismi deyish niyatiga kelgan. Uyg'urlar buningga qo'shilmay, bu rayon chegarasining asrlardan buyon sezilganligini o'ttirg'a qo'ydi. Ularning dini, tili va madaniyat odati Xitoyning boshqa joylaridan aniq farqlandi. 1949-yili Mao Zedongning Kommunist partiyasi Sharq Turkistonni ishg'ol qilib olgandan buyon Uyg'urlarning nufusi ko'rinarli tuvanladi. Yüz minglarcha Uyg'urlar va boshqa musulmon turkiy millatlar oxirida Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekiston qatorliq qo'shni O'rta Osiyo davlatlariga, yana ba'zilari Afg'oniston va Turkiyaga ko'chib ketdi. Yaqinqi yillardagi siyosiy jiddiylikdan keyin minglagan Uyg'ur musofirlari Yevropaga qochib ketdi. Mingdan ortiq kishi oxirida Atlantik okeanidan o'tib Amerikaga keldi. Amerikadagi Uyg'urlarning nufusi 2015-yili kam deganda 9 mingga yetdi. Shuningdek bilan bir vaqtda millionlagan Xitoylar Beyjingning rag'batlantirishi bilan Sharq Turkistonga ko'chishga boshladi. Ular hozir bu rayondagi ikkinchi cho'ng millatni tashkil qilib, Uyg'ur aholilarining o'z vatanidagi ustunlik o'rnini suslashtirib, yangi jiddiylik manbasini borliqqa keltirdi. Xitoy hukumati Uyg'urlarning Xitoy Xalq Jumhuriyatiga qarshi isyonining orqasida islom bor deb bahona qiladi. Qiziqarli yeri Xitoy kommunistlari azaldan Tibetning mustaqillik harakatining orqasida Budda dinining borligini aytib boqmagan. Sharq Turkistondagi jiddiylik vaqtning o'tishiga ergishib kuchaymoqda. Oldingi asrning 90-yillarida Sharq Turkiston islom harakatiga bog'liq hujumlar yuz berdi. 1997-yili 2-oyda G'ulji qirg'inchiligi yuz berdi. 2009-yili Urumchi qirg'inchiligi yuz berdi. Sharq Turkiston hozir soqchi, tekshirish punkti va kamera qatorliqlarni o'z ichiga olgan keng ko'lamda nazorat qilish to'ri bilan qo'shilgan bo'lib, soqchilar yana ko'chma app ishlatib kishilarning harakatini nazorat qiladi. 2017-yildan boshlab Rais Xi Jinping buyruq tushirib, Uyg'urlarning dini, madaniyatini yo'qotishni qaror qildi. Xitoy 20 yil ichida Sharq Turkistondagi nüfusning tug'ilishini 2 million 600 mingdan 4 million 500 mingga azaytish maqsadida Uyg'ur va boshqa turkiy millat ommasiga tug'ut cheklash siyosatini yo'lga qo'ydi. Kishilik huquqni kuzatish tashkilotining 2019-yildagi dokladida hukumat ko'chma qo'llanishchan programma orqali Uyg'ur va boshqa turkiy musulmonlarning sonliq ma'lumotlarini saqlaydi. Chiroy tunish orqali ularning harakatini nazorat qiladi deyildi. 2020-yili Avstraliya strategik siyosat instituti tomonidan olib berilgan tekshirishda Sunniy Emiradan tortilgan surat orqali Sharq Turkistondagi minglagan masjidning qisqagina 3 yilda buzilganligi oshkorlandi.
Uyg'urlarning va boshqa turkiy millatlarning bu xil madaniyat, nupus va jismoniy qirg'inchiligi va ularning atalmış qayta tarbiyalash lagerlariga so'langanligiga qarata musulmon davlatlarining maydoni aqlga sig'maydi. Nurg'un jo'grafiylik strategik manfaatlar sababidan Xitoyning ittifoqdoshi bo'lgan Pokiston sukut qilibla qolmay, Xitoy Kompartiyasining Uyg'urlarga qilgan muomalasini qo'lladi. Buningdan boshqa Sri Lanka, Nepal, Turkmaniston, Belorussiya va Tojikiston qatorliq davlatlar Sharq Turkistondagi Xitoyning siyosatini qo'llaydi. Malayziya, Tailand va Kambodja qatorliq davlatlar panohlangan Uyg'urlarni Xitoyning ra'yi bo'yicha chegaradan qo'g'lab chiqardi. Turkiya prezidenti Recep Tayyip Erdo'g'an martda Uyg'urlarning ziyonkashligini ayblaydigan parlament qarorini to'xtatdi. Dunyodagi musulmonlarga rahbarlik qilishni o'ylaydigan Tayyip Erdo'g'an Uyg'urlarga kelganda ko'zini yumadi. Dunyo Uyg'urlarning etnik qirg'inchiligini kuzatishni izchil davomlashtiradi. Siyosiy mutaxassislar Xitoy bilan Talibanning ilgarilayotgan munosabatiga alohida e'tibor bermoqda. Birlashgan Davlatlar Tashkiloti, Amerika, Angliya Xitoyni inson haqlari dafsanchiligi bilan aybladi. Tashqi munosabatlar kengashi Steven Schwarzmandagi peshqadam Xitoy tadqiqotchisi Johnson apandi islom bilan hokimiyat yurgizayotgan siyosiy partiyaga ega bir qo'shni davlat Xitoy uchun bir masala bo'lishi mumkin. Yana bir tarafdan Xitoyning Taliban bilan bo'lgan munosabatini kuchaytirishi g'alati ahvol. Xitoy Taliban bilan hamkorlashishga tayyorlik qildi, ammo Beyjingning ularni Afg'oniston hukumati deb rasmiy e'tirof qilgan yoki qilmaydiganligini mo'ljallash tez. Chunki hech bir g'arb davlatlari Talibanni e'tirof qilishni xohlamasligi mumkin. Beyjing Talibanning normal hukumat bo'lishini va ularni rasmiy diplomatik e'tirof qilishdan ilgari qirg'inchilik, keng ko'lamli qotillik yoki shuningga o'xshash ishlarni qilmaslikqa kafolatlik qilishni umid qilishi mumkin. Agar Taliban ozdir ko'pdir normal harakat qilsa, Xitoy g'arb davlatlaridan ilgari uni e'tirof qilishi mumkin dedi. Yevroasiya guruhining xotirasiga qaraganda, Xitoy Sharq Turkiston Islom partiyasining Talibanning qo'yniga kirishidan, bu guruhning Xitoyning Uyg'urlarni bostirishiga qarata hujum qo'zg'ashidan ansiraydi ekan. Yevroasiya guruhining Xitoy va Sharq Shimol Osiyo analizchisi Neil Thomasning so'ziga qaraganda, Xitoy doiralari Taliban bilan munosabat o'rnatish orqali o'z davlatini hujumdan qo'g'dashga urinishi mumkin ekan va Beyjing iqtisodiy yordam berish va Talibanni diplomatik e'tirof qilish orqali ularni Xitoyning Afg'onistondagi bexatarlik manfaatini qo'g'dashga qoyil qilishni umid qiladi ekan. Shundaqla Talibanni o'z so'zida ching turishni kafolatlantirishga tirishadi ekan. Ammo yangi hokimiyatdagi ittifoqlik va oshqo'liqning saviyasi haqida javobsiz savollar bor. Stratford strategik analizning yuqori darajalik muavin bosh direktori Rodger Bakirning so'ziga qaraganda, bu Beyjing uchun mukammal ma'noga ega ekan. O çarşamba günü CNBC gazetiga biz Xitoyning o'z manfaatiga uyg'un kelsa bir davlatga har qanday bir taraf bilan kelishadiganligiga shohid bo'ldik dedi. Uning qarashicha Xitoy bir balvoq bir yo'l ul asliya turlarining relsdan chiqib ketmasligi, terrorlik yoki boshqa hujumlarning oldini olishi mumkin ekan. Rand shirkatining Grossman bu xil qarashni qayta ta'kidlab, Xitoyning Talibanni qonunliq boshqarish organi deb e'tirof qilish musobaqasini boshlaydigan payti keldi deb o'ylashi mumkinligini o'ttirg'a qo'ydi. Reuters agentligining xabariga qaraganda, Xitoy diplomatlaridan Afg'onistonda Taliban hokimiyati bilan ishonch va diplomatik kuch o'rnatishga urinishni talab qilgan bo'lishi mumkin. Taliban oldingi hafta Kabulni olgandan buyongi tunji axborot e'lon qilish yig'inida tinchlik to'g'risida va'da bergan. Hozirga qadar boshqa davlat hukumatlari Afg'onistondagi diplomatlarni tarqoqlashtirish ishlari bilan shug'ullanayotgan bo'lsa-mu, Xitoyning bosh elchisi Kabulda qoldi. Talibanning siyosiy ishxonasining bayonotchisi bu guruhning davlat ichidagi diplomatik vazifalarni nishonlamaydiganligini aytdi. Avstraliya Kengash palatasi dushanba kuni mustaqil Kengash palata a'zosi Rex Patrick o'tirg'a qo'ygan majburiy emgakdan ishlab chiqarilgan mahsulotlarni import qilishni cheklash qonun loyihasini ma'qulladi. Gerçi az degandimi bir liberal avam palata a'zosi prinsip jihatda qo'llashga arziydigan qonun loyihasi degan bo'lsa-mu, Birlashma Hukumat Kengash palatasi orqali qonun chiqarishni qo'llamadi. Patrick bu qonun loyihasining ma'qullanishi xalqaroning zamonaviy qulluqqa qarshi turishdagi muhim qadami. Bu vazifa hozir Birlashma Hukumatda dedi.
Bu qanun loyihasi tamojna qonuniga tuzitish kirgizib, butunlay yoki qisman majburiy emgak kuchi orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarning import qilinishini man qiladi. Erkin Kengash palata a'zosi Terik Dayt Kengash palatasiga Xitoy Kompartiyasining rəhimsiz mustabid ekanligini aytdi va Patrikning qonun loyihasini prinsip jihatdan qo'lladi. Emgak va Yeşillar partiyasi bu qonun loyihasining qo'llovchilari. Patrik dastlabda Uyg'urlarning majburiy emgakka selinishiga bo'lgan andishasi sababidan Sharq Turkistonda ishlab chiqarilgan tovarlarni import qilishni cheklashni o'ttirg'a qo'ydi. Ammo ikki partiya komiteti ma'lum jo'grafiyalik rayonni belgilamay turib, qonunga tuzitish kirgizishning yaxshiroqligini aytgandan keyin yo'nalishini o'zgartdi. Yer shari ixcham to'ri Avstraliyaning ijroiya direktori Kayli Porter nurg'un korxonalarning zamonaviy qulluqqa qarshi harakat qilayotganligini aytdi. Porter ta'minlash zanjirining murakkabligi va ta'minlovchilarning birinchi sepidan halqib ketganligi sababidan ba'zi korxonalarga nisbatan salbiy raqobat borligini, hukumatning amaliy tadbirlarni qo'llanib, korxonalarni cheklash buyrug'ini ijro qila olmaydiganligini, 2018-yili parlament ma'qullagan zamonaviy qulluq qonunining doirasining cheklikligini, faqat Avstraliyadagi yillik kirimi $100 million dan oshadigan eng chong shirkatlarning ta'minlash zanjiri va mashg'ulotdagi zamonaviy qulluqni hal qilish uchun qo'llangan qadamlari haqida yillik bayonotlarni topshirish kerakligini aytdi. Mustafa Kemal Atatürk, hammalar shuni bilishimiz kerakki, biz tinchlikni xohlaymiz deganimiz, biz to'liq mustaqillikni xohlaymiz deganimizdan iborat bo'lishi lozim. Bizning buni orzu qilish huquqimiz bor. Biz 10 yoki 20 yilda haqorat bilan o'lgandan vatanimizning mustaqilligini qo'lga keltirib, sharaf va izzat hurmat bilan o'lishni oldingi o'ringa qo'yishimiz kerak degan. Tajovuzchidan tinchlikni tamak qilish g'ururi, vijdoni bo'lmagan millatga xos xususiyat. Bizning g'oyamiz vatanimizni tajovuzchidan qutqizib mustaqil qilish bo'lishi va bu g'oyani ishga oshirish uchun har qanday bedellarni to'lashga tayyor turishimiz lozim. Hürmetli görürmenler, haberlerimizden kögün Allah için köp rahmet. Kiler kıttamık programımız. Görüşkice Allah'a emanet olun sizler.